Masalan, tarixda bo'ladi-yu, ochilmay qolgan voqealar yoki davrlardagi hodisalar. Va siz agar sizda imkoniyat bo'lganda, tarixdagi nimani ochiqlagan bo'lardingiz? Qaysi hodisani yanada ochiqlashtirgan bo'lardingiz? Nihoyatda ko'p bunaqangi o'rganadigan joylar. Joylarda turli xil toponimik nomlar bor. Masalan, men o'zim ko'p marta eshitgan yoki voqealardan biri O'tirimzara degan so'zni ishlatadi. O'tirimzara? O'tirimzara. Biror bir ma'noni anglatadimi? O'zingiz o'ylab ko'ring-chi. O'tirish ma'nosimi? Xo'p, eshiting endi. O'tirimzara degani utrенняя заря degani. Rus tilidagi so'z, bu tarixiy atama, joy nomi. Utrенняя заря bu tonggi shafaq. Tonggi shafaq. Xuddi shu nomda harbiy lager bo'lgan. O'zbekistonda, Farg'ona viloyatida. Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin asirga tushgan yaponlar, asirga tushgan nemislarni o'sha joylarga olib kelishib, alohida lagerlarga joylab chiqishgan va ma'lum bir joylarda qurilishlarga jalb qilingan. Ana shu vaqtda o'sha yerdagi territoriyadagi lagerda nomini utrенняя заря deb atashgan. Ertalab vaqtli turadi. Shunday turishi bilan ertalabki soat 5, 5:30, 6 da quyosh ko'rinadi, tonggi shafaq ko'rinadi. Ana shuning uchun o'sha nomdan kelib utrенняя заря deb aytishgan. Chunki rus tili shunchalik davlat tili darajasida ko'tarilgan va nomlar ham ruslashib ketgan. Juda ko'p joylarning. Aslida tonggi shafaq degani.